Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda men Karal Klub kompaniyasining marketing plani haqida gapirib bermoqchiman. Karal Klub kompaniyasi har bir istak bildirgan insonga cheksiz imkoniyatlarni yaratib bergan. Sog'lig'ingizni saqlab, faol uzoq umr ko'rish uchun yuqori sifatli halol mahsulotlarni taklif qiladi va bu kompaniya bilan xalqaro darajadagi martabalarga erishib, katta daromadlar olishingiz mumkin. Bizni sog'lig'imiz bizni asosiy boyligimizdir. Inson bilmaydi qachon kasal bo'lishini va bu kasalliklar keyin nimaga olib kelishini. Bir xilda biza har xil mana dori-darmonlar, har xil kimyoviy dorilarni ichib, mana juda ham ko'p aptekalar ham ko'payib ketgan. Bular to'g'risida men sog'liq konsepsiyasi degan videoyimda aytib o'tganman. Kompaniyamiz, mana Karal Klub kompaniyasi inson sog'lig'ini mustahkamlash uchun va tiklash uchun, profilaktika qilish uchun turli xil dunyolardagi turli xil maxsus tabiiy mahsulotlardan yaralgan BAD deydi, ya'ni biologik aktiv qo'shimchalar. Bu kompaniyani juda yuqori malakali vrachlar juda ham ko'p programmalar tuzgan. Bu programmalarni kompleks programmalar, bularning ichida har xil shu kasal turiga qarab va shunday diagnozga qarab umuman inson sog'lig'ini tiklash mumkin. Kompaniyaning mahsulotlaridan foydalanib natija albatta olasiz va boshqalarga ham tavsiya qilib, sizni shu qilgan ishingizga, mehnatingizga qarab kompaniya sizga har xil turdagi bonuslarni to'laydi, ya'ni rag'batlantiradi. Bu imkoniyatlardan hozir harakat qilish kerak, foydalanib qolishga. Marketing plan haqida gapiradigan bo'lsak, marketing plan kompaniya tomonidan distributorga uni olib borgan faoliyatiga qarab unga beriladigan mukofot sistemasi deyiladi. Bu faoliyatga nima kiradi? Kompaniya mahsulotlarini o'rganib, ularni sevib, iste'mol qilib, ularga mehr qo'yib va olingan natijalar haqida boshqalarga gapirib, ularga shu mahsulotlarni tavsiya qilib, iste'molchi va hamkorlar yig'ib, ularga tushuntirish ishlarini olib borib, o'rgatib va jamoa tuzish kiradi. Marketing plan orqali siz nima qilsangiz qancha daromad olishingiz mumkin, qancha ball yig'ib yoki qancha insonlarga tavsiya qilishib, shu mahsulotlarni qancha maoshga, qancha daromadga erishishingiz mumkinligini hisoblab chiqsangiz bo'ladi va shunga qarab o'z oldingizga maqsad qilib olishingiz mumkin. Masalan, siz oyiga $500 yo $1000 pul kerak sizga. Buni uchun marketing plan orqali siz o'sha hozir tanishib chiqasiz, qancha ball yig'sangiz qancha pul olasiz, shu haqida so'z yuritiladi. Karal kompaniyasi bilan hamkorlik qilishning 3 xil formasi bor. Bu birinchisi iste'molchi, ya'ni potrебитель. Kompaniya mahsulotlarini 20% chegirma bilan olib, iste'mol qilib va turli aksiyalarda ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun siz kompaniyadagi saytda ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi va unga o'zingizni email pochtangiz, telefon raqamingizni qoldirib, tug'ilgan yilingiz va yurtingizni, qaysi mamlakatda turishingizni yozib, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxat o'tish bepul. Lekin 3 oy mobaynida eng minimalniy 14 balllik biron bir mahsulot olmasangiz, bunisiga 14 ballga Karal Mine degan suvga qo'shib ichiladigan o'sha mahsulot bor. O'sha bir oyga yetadigan, o'sha $21 turadi. O'sha bilan siz 1 yilga aktiv bo'lib hisoblanasiz va siz bu kompaniyaga, demak, ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizda imkoniyatlar bor. 20% chegirma bilan har qanday 200 dan oshiq turdagi mahsulotlarni chegirma bilan sotib olishingiz mumkin. Va agarda siz kimlargadir tavsiya qiladigan bo'lsangiz, siz unda tavsiya qilganingizdan keyin inson agarda shu mahsulotdan foydalanib iste'mol qilsa, unda shu tavsiyangiz uchun sizga kompaniya 5% chegirma qilib beradi. Ya'ni 5% har qanday masalan mahsulotni shu balliga qarab bo'ladi endi. Masalan 100 ballik mahsulot olsa,
$5 bo'ladi. Masalan 50 ballik olsa $2,5 bo'ladi. Endi o'ylanib kimga tavsiya qilaman deyishingiz mumkin. Atrofingizga qarang. Juda ko'p hozir sog'liq bo'yicha muammolar juda ham ko'p. Kimdadir allergiya, kimdadir astma, kimdadir bo'g'imlarning og'rig'i, kimdadir turli xil boshqa har xil kasalliklar, mioma yoki artroz, osteoartroz, yaxshi uxlamaydi yoki bo'lmasam oshqozon faoliyati yaxshi emas yoki infarkt bo'lgan, insult bo'lgan va shunga o'xshash turli xil butun qandaydir diagnozlar bo'lsa ham bu narsalarni bu Karal Klub kompaniyasidagi maxsus programmalar bor. Buni sog'liq konsepsiyasida men tushuntirib aytib o'tib ketganman. Va bu atrofingizdagi odamlar, masalan, tanish massajistlar, tanish sartaroshlar bo'lishi mumkin, manikyur, pedikyurchilar bo'lishi mumkin, tanish sportchilaringiz bo'lishi mumkin. Ular ham sportda yaxshi natijalarga erishaman desa, ularni Karal Klub mahsulotlari ularga juda ham katta yordam beradi. Chunki inson tanasi yildan yilga bora-bora intoksikatsiya oladi. Hozirgi ekologiya buzilish natijasida va boshqa xil mahsulotlarimiz ham ximiyalashgan bo'lgani uchun. Va masalan, sartarosh tanishlaringiz bo'lsa, sartarosh kimdir kelib sartaroshga baribir dardini aytadi, sochini olayotganda, boshimda qayzg'og'im bor, sochim to'kilib ketyapti yoki bo'lmasam sochim nima deydi, zaiflashib ketyapti. Pedikyur, manikyurchi kasbdagi egalariga bo'lsa, kelganda tirnoqlarim sinib ketadi tezda yoki har xil boshqa muammolar bo'lishi mumkin. Turli xil insonlarda allergik kasalliklar har xil narsaga bo'lishi mumkin. Atrofingizda juda ko'p bu Karal Klub mahsulotlariga muhtoj bo'lgan odamlar. Shuning uchun bu 5-6 ta odamni topish bu yerda hech qanday muammo emas boshlanishiga. Kompaniya bilan hamkorlik qilishda ikkinchi xil formasi bu distribyutor bo'lish. Distribyutor bo'lganingizdan keyin siz maxsus mahsulotlarni sevib iste'mol qilasiz va 1 oy yo 2 oy davomida yo undan ko'proq vaqt ichida 500 ball yig'adigan bo'lsangiz, unda sizga kompaniyadan 5% emas, shu 10% chegirma bo'ladi va bu ballar bitta o'zingiz ham 500 ball yiqqan bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu 500 ball yig'ilsa bo'ldi kabinetingizda. Bu siz premium потребитель bo'lasiz va sizga kompaniya 10% chegirma beradi. Endi uchinchi hamkorlikning uchinchi formasi bu biznes hamkorlik, biznes partner. Boshqacha aytganda, bu formadagi hamkorlik qilish uchun o'z bo'yningizga siz majburiyat olishingiz kerak bo'ladi va mahsulotni albatta iste'mol qilib va kamida 50 ball to'plashingiz kerak 1 oy ichida va shunda siz tahlil qilgan insonlarning ballari sizniki bilan birga 500 ballga teng bo'lsa, kompaniya 25% bonus beradi va direktor darajasiga ega bo'lasiz. Agarda ballaringizni yig'indisi sizniki bilan birga 750 bo'ladigan bo'lsa, kompaniya sizga yana $50 bonus qo'shib beradi. Bu degani, demak, mana insonlarga taklif qildingiz, kimdir iste'molchi, kimdir premium потребитель, ya'ni 500 ball yiqqanlar, kimdir endi yaqinda kirgan assistent va shunga o'xshash mana hammasi deylik yig'ildi. Kimdir 10 ball, kimdir 50 ball, kimdir 100 ball va birinchi qatoringizdagi insonlarni, taklif qilgan insonlaringizni ballaridan sizga 25%, o'zingizning shaxsiy ballingizdan 25% va birinchi o'rindagi premium потребительlarda bo'lgan mana bular, mana masalan premium потребитель mana bulardan sizga 15% va ikkinchi qatordagi mana premium потребительlardek va общий hamma объемlar bo'yicha sizdan уже mana 20% dan va keyingilardan 10% dan, demak hammasiga 10% dan sizga bonus beriladi. Bu 750 ball yig'ilgani uchun sizga kompaniya ekstra bonus beradi, $50 qo'shib beradi. Shu ishlab nima deydi, yiqqan ballaringizni pulga chaqqanda bu 150 atrofida bo'ladi va $50 ekstra bonus bilan birga $200 siz bir oyda pul ishlagan bo'lasiz. Endi
bu slaydda ko'rib turganimizdek, siz masalan asosiy bu kompaniyada nima deydi, birlik mana direktor bo'lib direktorlik darajasiga yetishib olish. Direktor bo'lish bo'lganingizdan keyin sizga уже buyog'iga boshqalarni taklif qilgan insonlaringizni direktor bo'lishga o'rgatasiz, yo'llarini ko'rsatasiz, demak tushuntirasiz. Va shundan keyin masalan sizda уже bitta direktor hosil bo'lsa, siz kumush direktor va keyin yana 3 ta direktor bo'lsa va ulardan siz mana oltin direktor va dalshi mana ketaveradi. Direktorlaringiz qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab keyinchalik bu alohida slaydlarda ko'rib o'tamiz. Zumrad direktor, olmos direktor va oxiri usta, ya'ni mastergacha yetishib borishingiz mumkin. Masterdan keyingi darajalar bu keyingi videoda bo'ladi. Bu hozir shu mastergacha bo'lgan darajalarni mana ko'rib turibsiz. Kumush direktor bo'lish uchun sizni strukturangizda bittagina direktor bo'ladi. Bu qolganlari sizda потребительlar bo'lishi mumkin, premium потребительlar bo'lishi mumkin. Lekin o'sha direktorda ballidan, yiqqan ballaridan sizga 10% haq to'lanadi. Ya'ni bonus to'lanadi. Va undan keyingilari agar yana bitta direktor bo'ladigan bo'lsa, undan 8%. Va jami sizda 1,5 ming ball yig'ilish kerak bo'ladi. Uning ichida sizniki 750 ball, unga siz $150 taxminan olasiz. Bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Ekstra bonus beradi $750 bo'lgani uchun. Va shu direktorni o'zini shu 750 balli oborotidan sizga 10% $75 pul to'lanadi, mana 10%. Va shunda jami bo'lib sizda 275 dollar bonus, ya'ni oylik olasiz. Bu shunday atrofida, ya'ni balkim 300 ham bo'lishi mumkin yoki undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Bu sizni bu yoqdagi jalb qilgan insonlarga, taklif qilgan insonlarni olgan mahsulotlarni nima deydi, tovar oborotiga qaraydi. Keyingisi oltin direktor. Bu sizda strukturangizda 3 ta direktor bo'lishi kerak. Uni ichidan bittasi mana shu oldingi shu direktor bo'lgan nimangiz, siz ularni kumush direktor bo'lish kerak va yana bitta qo'shimcha direktor. Bunda shart emas birinchi qatorda bo'lishi. Bu shu kumush direktor bitta direktor nima deydi, strukturasida bitta direktor yetishtirgan bo'lsa, mana sizda jam bo'lib 3 ta direktor. Birinchi qatordagi direktorlarni ballarini yig'indisidan 10%, ikkinchi qatordagilardan 8%. Ya'ni o'pchi jami ballaringiz o'zingiz bilan birga 3000 ball bo'lishi kerak oltin direktor bo'lish uchun. Oltin direktor darajasi. Bunda sizniki ballaringiz 750 bo'lsa, taxminan 150. Birinchi pokolendagi direktorlaringizni ballarini yig'indisi 1,5 ming, 750 dan ikkitasi 1,5 ming va 10% $150. Va ikkinchi pokoleniya direktorlaringizdan ballari 750 bo'lib 8% hisoblaganda $60 va ekstra bonus albatta beriladi. Endi bu yerda siz faqat mana hozir direktorlarni ko'rib turibsiz. Buni orasida потребительlar, premium потребительlar, bularda ham, direktorlarda ham, kumush direktorda ham, o'zingizda ham, mana bu keyingi direktorda ham bo'lishi mumkin. O'shalarni hammasi agarda hisoblab aniqladigan bo'lsak, 400 bitta $10 hisoblangan, balki undan ko'proq ham bo'lishi mumkin bo'ladi. $500 ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu sizning mehnatingizga qarab jalb qilgan insonlaringizga va kollektivingizdagi, jamoangizdagi insonlarni harakatiga bog'liq albatta. Keyingisi Zumrad direktor darajasi. Bunda sizda qo'losizda 7 ta direktor bo'lishi kerak va bu ularning ballarini yig'indisi общий 6000 ball bo'lishi kerak. Unda mana ko'rib turganingizdek, sizniki 750 ball $150. Birinchi liniyangizdagi direktorlarning obyomi 2250 ball bo'ladigan bo'lsa, bularning 10% $225. Ikkinchi pokoleniyadagi direktorlarning ballari 2250 va 8% $180. Uchinchi pokoleniyadagi 5% $37,5. Va yana qo'shimcha ekstra bonus $50 beriladi va jami bo'lib $642
bonus bo'lyapti. Bu yerda 642 emas, balkim ko'proq ham bo'lishi mumkin. 700 ham bo'lishi mumkin, 800 ham bo'lishi mumkin. Bu yerdagi jalb qilgan qanchalik ko'p jalb qilsa, shuncha ko'p bu yerda bu jamoani ham ishlashiga bog'liq. Demak, kimdir boshlanishida masalan haftasiga 3-4 soat vaqt ajratsa ham bo'lishi mumkin. Birinchi, ikkinchi hamkorlikda. Biznes hamkorlikda ko'proq vaqt ajratishga to'g'ri keladi. Endi keyingi darajamiz bu olmos direktor darajasi. Bu olmos direktorlik darajasida 14 ta direktor bo'lishi kerak jami bo'lib. Unda sizda birinchi yilda albatta 4 ta direktor bo'lishi kerak. Bularni ichida bittasi masalan oddiy kumush direktor bo'ladigan bo'lsa, oltin direktor bo'ladigan bo'lsa, kumush direktor, oddiy masalan direktor ham bo'lishi mumkin yoki jami ballarini yig'indisi 12000 ball bo'lishi kerak. 12000 ball demak mana eng kam mana 750 ball bo'lgani uchun sizniki $150 ballaringiz to'lanadi sizga. Birinchi pokoleniyadagi direktorlarning ballari 3000 ball bo'lgani uchun mana 750 dan 4 ta 3000, 10% $300. Ikkinchi pokoleniyadagi direktorlarning ballarini yig'indisi 6 ta 750, 4500 ball bo'ladi. Bularning 8% 360 va keyingi 3-chi pokoleniyadagi direktorlarning ballarini yig'ilsa 2250 va ularniki 5% dan $112,5 va 4-chi pokoleniya 5%, 750 balldan 5% $37,5 va albatta yana o'sha ekstra bonus qo'shib beriladi. Unda jami hamma shu ballardan olingan hisoblaganingizda mana $1000 dan oshiqroq olmos direktorining oyligi, ya'ni bonusi shunchalik bo'ladi. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Bunga harakat qilib albatta erishsa, bu Karoku kompaniyasida 6 oyda, bir xillar 7-8 oyda, bir xillar 1 yilda albatta erishyapti bu darajaga. Endi keyingi darajamiz bu master, ya'ni usta darajasi. Bu uchun sizda oddiy masalan direktor birinchi qatoringizda 4 ta direktor, bularning ichida kumush direktor, oltin direktor va brilliant direktorlar bo'lishi kerak. Uning ichida endi mana bu brilliant direktorning strukturasida zumrad direktor ham bo'lishi mumkin va umumiy jami direktorlarning soni 16 ta bo'lishi kerak. Va shunda bu masterda mana oyligi mana bitta mana jadvaldan ko'rib turibsiz. Juda ham nima deydi? Oshib boraveradi. Har bitta mana pokoleniyada mana birinchi qator direktorlardan 10% ga yana 1% qo'shib beriladi. Ikkinchi qator liniyadagi direktorlarning 8% dan yana 1+1 ham qo'shilib beriladi. Yana 9%. Bu 11 bo'lsa 9. Keyingilardan 5 emas 6 va 7-chi pokoleniyadan keyin beskонечно 1% dan qo'shib berilaveradi. Bu oddiy masterlikda. Keyingi masterlarda masalan kumush masterlikda bu ko'proq bo'ladi. Double kumush masterda undan ham 3% dan qo'shiladi. Va oltin master unda 4% dan va platinoviy masterda 4,5 va oxiri звездный master, yulduzli masterdan masterga 5% dan qo'shib beriladi. Bu juda katta summa hisoblab ko'rsangiz. Shuning uchun bu yerda masterlar kamida 2000 va bu keyingi mana masterlari 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 gacha ham olishadi. Endi bu narsa agarda yana bitta shu nima borki, kompaniya shu master darajasiga erishgandan keyin 4 oy davomida 12,500 ball emas, 20,000 balldan agarda ushlab turilsa, ballarini 4 oy davomida 20,000 ballardan qilib tursa, bonus beradi. Mashina yoki uy joyga pul ajratib beradi yoki to'lab beradi sizga. Va har yili masterskiy kanikuly degan отпускga bo'ladi. Bu polniy kompaniya pul to'lab sizni yaxshi gostinitsasiga joylashtirib, yerda o'zlari rahbarlar ham keladi. Turli xil tadqiqotlar bo'ladi. Kimlar qanaqadir darajalarga erishgan bo'lsa, ularni mukofotlanadi va har xil darslar, har xil yangiliklar gapiriladi. Bu juda ham qiziqarli voqealar. Dunyoning turli ekzotik mamlakatlariga safar bo'ladi.
Bu juda ham qiziq. Shunday qilib, mana Coral Club kompaniyasini marketing plani bilan tanishtirib o'tdim. Endi men oddiychasiga mana nima deydi, chizib ko'rsatib berib tushuntirmoqchi edim yana. Ko'pchilikka agar tushunmagan bo'lsa, mana siz birinchi qiladigan ishingiz siz shu direktorlik darajaga erishishingiz. Direktorlik darajasiga erishish juda ham oson. Ya'ni siz 50 ballik mahsulot olasiz. Ya'ni bu bo'lishi mumkin profilaktik uchun, sog'liq uchun, har qanday insonga kerak bo'lgan mana detoks programmasi yoki detoks plus programmasi. Bu programmani mana oldingi videoyimda sog'liq konsepsiyasi haqida degan videoyimda agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'ring. Albatta bu detoks programmasi juda ham foydali. Ichingizdagi barcha toksinlarni haydaydi. Pochka, jigar, buyrak, o'pkalarni tozalaydi. Detox Plus degani bo'lsa, bu $123, bu 87 manimcha 83 ball bo'ladi. Oddiy detox bo'lsa shu 50 balldan sal oshiqroq. Undan keyin etapi bor, parazitarniy programma. Ya'ni любой insonda parazitlar bo'ladi. Bularni o'sha programma asosiy ishlab chiqarilgan, o'sha maxsus nima deydi, professorlar, doktor nauklar meditsina bo'yicha bu parazitarniy programma aptekada sotadigan antiparazit tabletkalarga o'xshamaydi. Bular har xil giyohlardan va bular shu mikroflorani buzmasdan ichimizdagi parazitlarga yashashga sharoit bo'lmay qoladi buni ichgandan keyin. Ular o'zlari tushib ketaveradi. Undan keyin oxiri generalniy уборка qiladigan ichimizda Kalavadi degan programma bor. Bu Kalavadi degan programmani Albert Zer degan kanadalik maxsus professor o'ylab topgan. Buni o'zi doim har yili 2 martadan ichib yuradi. Bu Kalavadi programmasi generalniy уборка qilib butun nima deydi, oshqozon tizimini tozalab, ichimizdagi bor ishlaqlarni chiqarib tashlaydi. Mana bu programmalarni o'tgandan keyin bir xil parazit, har xil qoldiqlarni hammasini chiqarib tashlaydi. Shuning uchun bu 3 ta etapni o'tish bu juda ham kerakli. Bu konsept, sog'liq konsepsiyasida buni gapirib o'tganman. Juda ham muhim. Organizmga biza juda ham katta yordam qilgan bo'lamiz. Organizm o'zi samovosstanavливающий deydi-yu, o'zini o'zi davolaydi. Siz hech qanaqa kimyo, hech qanaqa tabletka, hech narsa kerak emas. Faqat sharoit yaratib berishimiz kerak. Organizm o'zi hamma yoqni normallashtirib qo'yadi. Endi sizni mana direktorlik bo'lish uchun bironta bir programmani oldingiz. Buni ichida suvlari bo'ladi. Demak, bu Coralmine suvini albatta ichish kerak. Buni doim ichib yurish kerak. Chunki Coralmine biz ichayotgan suvlar, mana vodoprovod suvi, boshqa bu suvlar juda ham bizni organizmga to'g'ri kelmaydi va musbat zaryadli ular. Coralmine suvni manfiy zaryad qilib beradi, pH ko'rsatkichini, ya'ni ishqorlik qilib beradi va minus zaryadli qilib beradi. Shuning uchun Coralmine suvini albatta ichib yurish kerak. Men mana o'sha 5-6 yildan beri ichib kelaman. Juda ko'p diagnozlarim yo'qib ketgan. Mana bu programmalar hammasini o'tganman. Bu programmalarni o'tgandan keyin o'sha sizda qanaqangi muammo bor, o'sha muammoga qarab yana maxsus programmalar bor. O'shalarni sekin-asta, birin-ketin ichib organizmingizni tiklab boraverasiz va uzoq umr ko'rishga boshlaysiz. Endi kimgadir tavsiya qilasiz, kimdir qandaydir muammo bor, aytaylik mana 50 ballik mahsulot oldi. Kimdir tushunib yetdi, 100 ballik mahsulot oldi. Kimdir masalan Belron degan yana shunaqa mahsulot bor. Bu suyak skeletniy sistema deydi. Suyak bo'g'im, har xil bo'g'imlardagi muammolar, osteoxondroz, artrit, osteoporoz va shunga o'xshagan diagnozlarni juda ham katta yordam. Va buni masalan iste'mol qiladigan bo'lsa, uni xarid qiladigan bo'lsa, bu 150 ball, menimcha 150 ball bo'ladi. Shu 150 ball atrofida va shunga o'xshagan masalan ko'plari masalan o'zi ham oladi, qarindoshiga oladi, ota-onasiga oladi yoki bolalariga ham oladi. Bu yerda turli xil vitaminlar bolalar uchun, har xil kokteyllar, har xil uy ro'zg'or uchun ishlatiladigan turli xil vositalar, hammasi nima deydi,
ekologik toza, kimiyasizda. Unda mana siz o'sha taklif qilgan insonlar mana shu ballar bilan 450 ball yig'ildi. Mana 100, 200, 350, mana 450. Sizni ballingiz 50 ball. Demak, 500 ball bo'ldi. Sizga kompaniya shu 500 ballga 25% ko'paytirasiz. 125 dollar pul olasiz. Endi 500 ball to'plagan, nega endi ozginagina harakatni qilib yana 250 ball to'plasa bo'ladi-yu. Nimaga? 250 ball yana buni endi balki bitta emas, bir nechta bo'lishi mumkin. Mana endi hozir qisqaroq qilib aytyapman. 750 ball bo'lsa, kompaniya sizga 50 dollar ekstra bonus beradi. Ekstra bonus bergandan keyin, demak, sizda 125 qo'shasiz 50 da 175. Ya'ni 175 dollar значит haq olasiz. Endi bu yerda biz grubi hisoblayapmiz. Bundan ko'p ham bo'lishi mumkin. 200 dollar atrofida bo'ladi. Chunki bu yerda mana 750 ni ko'paytirib ko'ring. Bu yerda sal ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bu Karaklub marketing plani juda ham qanday aytsam bo'ladi? Juda ham sahiy plan marketing. Bu 60% dan oshiqroq nima deydi, to'laydi kompaniya o'z distributorlariga. Shuning uchun boshqa kompaniyalarga qaraganda bu yerda direktor darajasiga yetish juda ham oson. Direktor darajasiga yetib olganingizdan keyin u yog'iga sekinasta bu iste'molchilarga xohlaganiga albatta o'rgatasiz, sekinasta qanday qilib direktor bo'lishga. Va undan keyin sekinasta kumush direktor, oltin direktor va olmos direktor, zumrad direktor va oxiri shu masterlik darajasiga yetishib borishingiz mumkin bo'ladi. Mayli, shu bilan men videoni tugataman. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videolarda va men shu masterlik undan yuqori bo'lgan darajalarni haqida video qilaman. Kanalimizga a'zo bo'ling, shuning uchun yangiliklardan xabardor bo'lib turasiz. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.